Yaxshi tomonlarmi? Bugungi sayohatimiz Shahrisabzga qaratilgan. Bizni kuzatsanglar, juda ham zo'r bugun lavhalarni ko'rasizlar. Qani ketdik. Bu manaqa joy bormi? Shuna katta joyi bormi? Ha, reklama shunaqa. Dacha kerakmi? Fotoqarash ko'rdi bor. Yaxshi kelyapti. Asosiy aylanadigan joyga olib borganmiz-ku, bilmayman. To'g'ri, sashinalarda aylanaylik. O'zimiz aytib qilib berib yoki saylab qo'ying siz. Yo, bo'ldi. Aql tirband bo'ladi. Qachon mana shu haftadan beri sanarli. Bizlarning yonimga kelishimizni bilib ular pashshalarni. O'zim adirga o'xshab qolgan-ku tepalik. Mana shu devor bo'lgan. Bu yerga ate devorini tikkalashgan. Buni qayta tiklashdi, lekin oldingisi sifatli edi. Atrof qo'rg'onda endi shaharda temur Krepsda ekanda. Ha, shunaqasi bo'lgan. Ular Shahrisabz. Adir nimasi saqlanib qolgan, o'zi adir emas u. Anaqa devorlar. Ko'ryapsizmi? Amur Temurda haqiqiy qarorgoh shu ama buzilib ketgan shu. Saqlanib qolgan. Eng tagida u. Eng xos joyi. Tepasi sharsara bo'lgan deydi ichida, saroy ichida. Yana bir bor assalomu alaykum qadrdonlar va biz va nihoyat Shahrisabzga yetib keldik. Amur Temur buyuk davlat arbobi Qarkarda bir so'z bilan aytganda imperatorning qarorgohi aynan sizda joylashgan bu vaqtda. Sizlar bilan tomosha qilamiz. Azizlar, Amur Temur haykali va Amur Temur bizni chorlayapti. Assalomu alaykum Amur Temur bobojon. Deymizmi? Bunaqa deymizmi? Qani ketdik o'sha. Orqada ko'rib turganinglardek Amur Temur qarorgohini o'ziga xos va bugungi kunda bu ochiq osmon ostidagi muzey hisoblanadi. Assalomu do'stlar, hozir biz mana bu birda ketyapmiz. O'zbek amca. Assalomu alaykum.